kishiga assalomu alaykum. Go'zal hunar kasbi bor kimsa borki, tole yordam sizlarga takror assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum izlari oq, tilaklari pok, qadamlari qutlug', niyatlari ulug' bo'lgan aziz mehmonlar, aziz mezbonlar, muhtarama onaxonlar, go'zal nobar opa-singillar, Shirinxon ammajonlar, xolajonlar, farzandini bag'riga bosib onalikni ilk nashidasini surayotgan aziz kelinjonlar, dilbar qizlar, ko'ksi qalqon akalar, tog'alar, amakilar va asaldan shirin bo'lgan jiyanlar. Xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Mana bugun Ortiqali akamiz va Saburaxon onajonimiz, shuningdek Abdujabbor akamiz va Diloromxon onajonimizning xonadonlarida juda ham bir katta to'y, tantana, xursandchilik, shodiyona. Ya'ni kim farzandlari bo'lmish Shavkatjon ila shoiraxonlarning visol oqshomlari. Bugungi lahza, bugungi on, bugungi sana yoshlarimiz dunyoga kelgan lahzadanoq belgilangan. Allohim o'zi yetkazib turibdi shukrlarga, yetkazganiga beadad shukronalar aytamiz. Samoviy nikohlar yerga tushib, ikki qalb, ikki dil, ya'ni bugungi kechamizni shahzodasi va malikasi bo'lmish Shavkatjon va shoiraxonlarning visol oqshomlarida diydorlashtirgan ekanmiz. Siz aziz mehmonlar, siz aziz mezbonlar qatori biz san'atkorlar ham mana shu ikkala baxtiyor juftlikka baxtdan taqdirlaymiz. Ilohiy mehr oqibat bilan, muhabbat bilan qurayotgan qasrlari hech qachon qulamasin deya Allohdan so'rab qolamiz. Allohim shunday bir baxt bersinki, baxtiga hamma havas ila qarasin. Allohim shunday bir baxt bersinki, baxtlariga aslo ko'z tegmasin. Va azizlar, mana shunday ajoyib munosabati bilan xonadon sohibalari mehr ila siz azizlar uchun shukrona dasturxonlar yozishga, dasturxondagi barcha nozik ne'matlar sizlar uchun deyishga ijozat bergaysiz. Demakki, bugungi xursandchilikka yanada o'zgacha bir xursandchilik ulashish uchun, sizlarga boshqacha bir zavq ulashish uchun, xudo xolasa bugun biz san'atkorlar xizmatida siz azizlar izzatda bo'lasizlar. Qo'limizdan kelganicha, sozimizdan kelganicha va albatta ovozimizdan kelganicha ko'nglingizni xushnud aylashga harakat qilamiz. Barchaga yoqimli ishtahlar deya davramiz markazida ajoyib san'atkorlarimiz, yosh ovoz, yosh iqtidorlarimiz, ajoyib bir gruppa, ya'ni kim New Starsga navbatni beramiz. Oqshomingiz fayzli o'tsin.
Lekin tarixning ulug' voqealari 5-aprel 2013-yilda mana shu ulug' bir sanaga nuqta qo'yilyapti. Avvalambor mana shu ikkita yoshni, ikkita xudolarni Abjabor sizni, xudolarni, kelinlarni barchasini bugungi ulug' kun bilan tabriklaymiz. Bular bugungi kunni intilib kutishgan. Hayotlari, umrlari mana shunaqa intilish, quvonch va kutish bilan o'tsin har doim. Yillar o'tib bular mamlakatimizga xizmat qiladigan ajoyib mutaxassislar bo'lib yetsin. Mana hali nima qilganda Shavkatjon chet elda ishlagan, albatta bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Butun yurtdoshlar, butun vatandoshlar, xudoandalar sizni yaxshi niyatlar bilan kutib qoladi. Mana qizimiz ham Shoiraxon bu yil Toshkent to'qimachilik va yangi sanoat institutini muvaffaqiyatli tugatyapti. Shoiraxonga kelgusi ishlarda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Muhtaram yurtboshimiz 2010-yilni obod turmush yili deb e'lon qildilar. Bu demak oilada, butun mahallada, butun mamlakatda obodlik ishlarining boshlanishi. Mana shu obod yillar sizlarga baxt va saodat olib kelsin. Xudolarni, qarindosh urug'larni bir-biriga jipslashtirgan holda Farg'onani, Toshkentni, Samarqandni bir-biriga ulashsin va kelgusida yaxshi farzandlarni tarbiyalab mamlakatimizga xizmat qilish sizlarga nasib qilsin. Abjabor Davronov Shavkatdan Toshkent to'qimachilik yengil sanoat institutida ko'p yillardan buyon halol mehnat qilib, jamoada juda katta obro'ga ega. O'zlari to'qimachilikni tugatmagan, lekin O'zbekiston Davlat Milliy universitetini tugatib, taqdir taqozosi bilan kelib, hozirgi kunda to'qimachilikda Abjabor sizga ham, kelinoyga ham rahmat, salomat bo'linglar. Yoshlar bir-birini sevib, mehr e'tibor berishsin. Har doim e'tiborlar uchun rahmat. Salomat. Hurmat ustoz, tashakkur. Ana endi albatta ijozatlaringiz bilan barchamizga ma'lumki, o'zbekona to'ylarimizda ajoyib bir odatlarimiz bor. Bu odatlarimiz qariyb 50 yildirki, balki 10 dan ham ortiqdirki, bilmadik endi. Davom etib kelmoqda. Yana kim tilaklar sahifasini to'yimizning bosh qismida kelinimiz va kuyovimizning eng asosiy yordamchilari, ya'ni kim kuyovjo'ra, kelin yanga, kuyovjo'ra balki kelin dugona bo'lishi mumkin. Ana shu ikkala inson birgalikda ochib berishar ekan. Shunday ekan, kuyovjo'radan iltimos qilardik, o'zbek o'g'lonlariga xos bo'lgan go'zal iltifot ila kelinimizni dugonasidirlar, balki yangadirlar, bilmadim. Davraga olib chiqasiz, birgalikda chiqib niyatlaringizni yoshlarimizga yo'llab qo'yasizlar. Albatta, mana shu ikkala insonga lavozimlar borak bo'lsin deymiz. Kelinimiz bilan kuyovimiz yuzlaridan ko'rinib turibdi, juda ham a'lo darajada vazifalarini uddalashyapti. Demak, marhamat ikkala insonimizni davraga taklif qilamiz. Kuyovjo'ra kelin dugonamizni qidirmoqdalar shekilli, to'g'rimi? Ko'rinish berib qo'ysalar yaxshi bo'lardi. Albatta, kelinimizni dugonasini yangajon masalga keltirib, davramizga kutmoqdamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin, lavozimlar muborak bo'lsin. Ko'rinib turibdi, vazifalarni a'lo darajada uddalagansizlar. Kelin bilan kuyovni ko'rib, odamga bir boshqacha kayfiyat sezilyapti. Ana endi oxirgi vazifalar qoldi. Buni ikkita vazifa bir-biridan ham ajoyib, bir-biridan ham zavqli. Birinchisi bu tilak. Bizda ayollarni juda ham qattiq hurmat qilgan holatda birinchi bo'lib kelinimizni yangalari o'zlariga chiqib niyatlarini yo'llaydilar. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana shunday chiroyli mazmunga tashrif buyurgan mehmonlar, mezbonlar. Mana bugungi misol oqshomi sababchilari bo'lib